To'xtang, birodar. Oldin pulni to'liq qilib qo'ying, keyin olib ketasiz. Operatsiyadan chiqsa onam. Menga qara. Senaqalarning ko'pini ko'rganman, tushundingmi? Oldin pulni berasan, keyin dorini olasan. Senaqalarning nechtasini ko'rganman. Keling, opa. Alo. Nima? Qaysi kasalxonada? Hozir yetib boraman. Doktor, assalomu alaykum. Onam ahvollari yaxshimi? Hammasi. Hakim va farzandimiz? Ha. O'zingiz bosing, hammasi yaxshi. Rostana? Doktor, sizda o'lguncha qarzdorman, doktor. Yo'q. Minnatdorchilik rahmatni menga emas, qonun ukamizga bildirasiz. Ashu bola o'z vaqtida olib kelganligi uchun onangizni hayotini saqlab qoldik. Rahmat sizga, doktor. Sog' bo'ling. Gaplashamiz. Aka, sizga katta rahmat. Onam hayotini saqlab qoldingiz. Sizdan o'lguncha qarzdorman, aka. Qiyomatligim bo'lib qoldi, aka meni. Aka, nima deganingiz bu? Axir insoniylik burchimiz bu. O'ylab qolaman o'tkin cho'l